Narxi вообще zo'r chiqqan shikalat narx bo'ladi. Xitoy eng zo'r gigant brendlaridan bittasi TCL dunyoning mashhur kompaniyalariga ancha raqobat qilib qo'ydi. Nafaqat televizor sohasida, balki mana ko'rishingiz mumkin, DC invertorli, energiya samaradorligi bo'lsa A klassga kiradigan, ko'rishingiz mumkin, radiatorlari ham Golden Fing, ya'ni misdan qilingan, mis qoplamasi, o'zini maxsus filtrlari bor. Hamma konditsionerda uchraydigan eng muhim jihatlari, hamma narsasi bor. Ko'rinishlari ham mana shunaqa oppoqqina, ixcham qilib ishlangan. Yana qaytarib o'tamiz. Invertor motorli, DC invertor bo'ladi. Hozir motorlarni ham ochib ko'rsatamiz. Narxi вообще zo'r chiqqan shikalat narx bo'ladi. Undan oldin motorni ham bitta ko'rsatib o'taman. Hoppala. O komplektidan mana shunaqa misli trubkalari chiqadi va o'zini maxsus drenajli shlanka va lentalari ham chiqadi. Motorlari ham ixchamgina, ustanovkalarga ham juda qulay. Ixcham bo'lishiga qaramasdan, uncha-muncha motorlardan og'ir, ya'ni 24 kg. Eng asosiysi mana shu toychog'imizning narxi. Narxi hali hech kim bunaqa narsa qilib bermagan. Faqat bizning obunachilar uchun $229 dan pastdagi nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, zakaz berib yoki do'konimizdan kelib olib ketishingiz mumkin. Rahmat hammaga. To'xtang. Etishdan chiqibdi, butun O'zbekiston bo'ylab garantiyasi ham bor.